Voy. Kortej bez nomer harakatlanyaptimi? Bez nomer mashinalar to'xtatsam to'xtamasdi-yu, bular to'xtab oldimi? Voy. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Davlat raqamsiz harakatlanyapti. Hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Oybek, bizdan hujjat so'rayapti yoki bizani tanimaydimi deyman? Hujjat yo'q, короче, devorlaring. Hali ratsiya bormi sizlarda? Hujjat yo'q aka, nima bo'ladi? Hujjat faqat sizda yo'qmi yo boshqalarda ham yo'qmi? Hammamizda yo'q, короче. Nima bo'ladi endi aka? Endi mashina jarima maydoniga ketadi. Boshlig'ini chaqirsak, ancha qiynalib qolasizmi dema, ishdan bo'shab ketishni o'ylaysizmi? Qani chaqirinchi boshlig'ingizni ko'raylik. Kim ekan ishdan bo'shatmoqchi bo'lgan odam? Bo'ldi, ko'rasiz, boshliq chaqir. Ana, keldilar. Boshlig'imiz. Tinchlikmi komandir? Nima uchun ishlab turibsiz bularni? Davlat raqamsiz harakatlanyapti qoidabuzarlik bilan. Bular hammasi aksiya ketyapti. Tushunmadim. Qanaqa aksiya? Gentra 5 ta qo'ydim, $1900 dan. Damas qo'ydim, Spark qo'ydim, 5 tadan. $1,500 bilan qo'yapman. Yaxshi, o'sha aksiyangizga bo'lmasam jarimalarini ham qo'shib qo'ying-da. Shunda ishlar noyit qilmoqchisiz mashinalarni? Albatta. Unda hamma mashinamizni salonga olib berasiz. O'zingiz. Ketdik, ukam. Voy. Kortej bez nomer harakatlanyaptimi? Bez nomer mashinalar to'xtatsam to'xtamasdi-yu, bular to'xtab oldimi? Voy. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Davlat raqamsiz harakatlanyapti. Hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring.